Eğitim kep qilay deb qapti. Mana boshqalar necha ming yuanga o'rgatayotgan sangzi darsligimizni degan men haqsiz o'rgatishni boshladim. Birinchi darsimiz bo'lsa an'anaviy sangzimizdan boshlab ketaylik. Ximiya yug'urish jarayonini men bekchiq ko'rsatgan degan yana ayrim ko'rsatmadim. Biroq buning o'lchamini bir deb beray, uyda qilishga qulaylik bo'ladigan oddiy o'lchamni. Uni olsa 1 kilo 100 gram, 280 gram chuchchildigan suv may quyimiz, 420 gram suv, 10 gram tuz solamiz buningga. Hamma materiallarimizni selib, mush lag'manga ximiya yug'ilgandek, mana ko'rib turganingizdek shunda yaxshi bir lag'man ximir bo'ladi bu. Hamda shunda ximirni yug'irib olgandan keyin buni bir tilni 300 gramdan qilib zul qilib olamiz. Zul qilib bo'lgan xamirimizni manda holatda tayyor qilib olamiz. Bu tinib 10 minut yoki 15 minut tinib tayyor bo'lganda mana siz ko'rib turayotgandek mana jiz holatga kelamiz. Mana shunday tom yongchiqlikni mana mush holatda qilamiz. Mishda bo'lgandan keyin qo'limga yogayman. Mana tayyor bo'lgan xamirimizni qo'limizda ma holatga kelib mana shunday uzun qisqaligi cho'qim shunday holatda bo'lsin. Müştaq qilib yog'ib olamiz. Nurg'unlaganlaringlar mushu keyindagi xamirni qanday yog'ishni aniq ko'rsatmabsiz, bilanmidiq debsizlar, men degan yana bek tafsiliy bir ko'rsatay. Mana mishta yog'ib olgandan keyin eng oxirgi xamirni yog'ish kelganda qo'limizni manda o'tkazib olib, manda o'rib turib yog'aymiz. Mush yog'igan xamirlar mana sanasanglar hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tal oraldi. Mush 11 tal oralgan xamirning sanasi naytengi o'lchamlik chiqadi. Endi buni mayqsil olaylik. Mana bu yog'ib bo'lgan xamirimizni mana bir tarafı mayanda, ma xamirimiz manda keladi jumo. Endi buni o'tkazib pishirib olamiz. Mayga silib, may qazimizning gradusini 180 ga to'g'riladik. Mana mayga sağandan keyin qo'limizni to'xtamay midirlatib turib buni vinjiltib olamiz. Mana sangzimizmi tayyor bo'ldi. Nim deganda o'xshagan sangzlar. Mana sangzimiz shunchalik o'xshab ketdi. Juma o'rganib oldinglarmi? Mana sangzimiz shunchalik o'xshab ketdi. Haqsiz sangz darsimizning oqibati